2008-yildan beri nafaqadaman, pensiyadamiz. Pensiyaga chiqqandan keyin logistikada ishladim. Logistikada 6 yil ishladim. Undan keyin pensiyani oylik yarmi qilib, pensiyani yarmi qilmadik, oylik yarmi qilib ishladik. Endi u davrlar davom bo'lsa, hozir juda qulaylik bo'lib ketdi. Perivalda davonimizda yo'llar juda mana o'tgan ketgan bilasizlar, yo'llarimiz ravon bo'ldi. 2 tasmali yo'llar qurildi. Bu biz boshlagan paytimizda tunnellar ochilish marosimi bo'ldi 2000-yilda oktyabr oyida birinchi prezidentimiz qatnashgandi. Endi u davrda hozirga nisbatan avariyalar soni kam bo'lgan bilan xavflilik darajasi yuqori bo'lgan, o'lim bilan tugashi ko'p bo'lgan hozirga nisbatan. Endi bu yerda bir narsani aytishim kerak. Men o'sha joyda ishlab yurgan paytimizda, u paytda hozirgisiga tez tibbiy yordam bunaqa narsalar yo'q edi. Ketinchalik paydo bo'ldi. Mana bu yoqdan borishda Ertoshda, bu yoqda Rezakda tarkibiga o'zimizni xodimlar ichiga hamshiralar berildi. Hamshira o'sha feldsherlik lavozimlari berildi. Oldin bular bo'lmagan. Bizning xodimlarimiz, qutqaruvchilarimiz tez tibbiy yordamda respublikada malaka oshirib o'qib kelardik. 9 ta bo'ladi, 9 ta. Bu narsa ham ko'pchilik hozirgi kunda vrachlar bor, ayrim joyda vrachlar. Bunaqa narsalarga duchor bo'lmaganlar borda, boshqa soha bo'yicha mutaxassislik boshqa bo'lganligi uchun. Shunaqa holatlar bo'lganki, mana bir voqea bo'lgani, Perivalga chiqarishda Damas'da orqasida yuki bilan yosh bir kelin-kuyov Kamaz orqasida bo'lgan. Buni nimaga aytmoqchiman? Bugungi kunda onalarning qandoqligini. Er-xotin eri o'lgan, ayoli birinchi homilasi bola o'zi o'lay deb turibdi, bolani dunyoga keltirib turib, keyin bola tug'ilib bo'lib, o'sha kindilar kesilgandan keyin onasi halok bo'ldi. Qarang, onalar qay darajada. Shunaqa holatlardan 9 tasida shaxsan qatnashib bolani. Juda ko'p holat bo'lgan. Endi juda bir haliginisi mana bu yerda bugungi kunda yoshlarimiz, ota-onalarimiz e'tiborli bo'ladigan bir narsa bor. Eski Gresda Gredelni deydi, suvni sovutish tizimini eng tomida bir 15 yildan oshiq paytda o'sha yerda o'zini osib qo'ygan yigitni o'rganamiz. Qurib ikki dunyo saodati, insonlarning baxt omadi. Bilsangiz kitoblarda aytilgan xitoblarda. Alloh kalomunda o'qimoq kerak kunda. Ota-ona buyuk zot shunday yaratgan hayot. O'qib o'rgan hadisdan, inson farqli iblisdan. Rasululloh ayt degan, yomon ishdan qayt degan. Bitta bo'lganda nima ularda kam joyimiz bor? Kam joyimiz yo'q. Nima bizda kam joyimiz? Kam joyimiz o'zimiz ustida ishlamaymiz, e'tiborsizmiz, kuzatuvchiligimiz kam. Men ko'p fikr beryapman. Mana hozir o'zini taniydigan kameralar paydo bo'ldi. Shu kameralar nimaga biz yaratamiz? Yaratsak bo'ladi. Yana benim bir fikrim bor, bugun kunda mana mashinalar chiqyapti. Telefonda, internet orqali o'g'irlashlar bor. Nimaga biz shunda aniqlaydigan bir program yarata olmaymiz? Mana yoshlarimiz qilsin. Bugun kunda bu tizimda, internet tarmoq tizimlarida ishlaydigan, birinchi kirib ketgan bolalarimiz bor. Hozir men nabiralarim ham juda o'sib ketgan. Bir pasda bloklagan zamonachadan. Mana shu bolalarimizni to'g'ri yo'naltirib qo'ysak, shu yo'naltirishni berib qo'ysak, o'sha qiladi o'shalar. Mana avval prezidentimiz 3-yil lisans deb shularni aytyaptilar. Dunyoni unda qiz chiqqan yigitlarimiz bor. Mana maktablarga, bu institutlarga 5 tasiga kirgan deb. Dunyoni eng rivojlangan o'sha mingtaliga kirgan oliy o'quv yurtlariga kirishga imkoniyat bo'lyapti. Bolalarimiz imkoniyat katta. Biz davrimizda unaqa bo'lmagan-ku, biz yoshligimizda. Ana